Ha do'stlar, biza Shusha mehmonxonasiga tushlik qilgani kelib, yaxshilab ovqatlanib oldik. Keyin esa Shusha shahrining og'ir voqealarni boshdan o'tkazgan tarixiy joylariga bordik. Bundan tashqari shaharning noldan ko'tarilayotganiga o'z ko'zlarim bilan guvoh bo'ldim. Juda ko'p hududlarida qurilishlar ketyapti. 4 marotaba rekonstruksiya qilingan mana bu masjid esa Shusha shahrining hozirgi paytdagi eng katta masjidi hisoblanadi. Shusha o'zining toza havosi, tog'lari va tabiati bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham bu yerga tashrif buyuruvchilarning asosiy qismi uning havosi uchun kelishar ekan. Biz ham kun davomida undan bahramand bo'ldik.